Boshladingmi Siroj aka? Bismillah boshladi. Agar o'zi shu kamida endi Otlardan kelib yasadi-da lekin. nega qarab yursangiz bo'lmaydimi aka? Assalomu alaykum. Nima qilganingiz bor? Mashinani Ko'rmaysizmi? Shelavantajdan chiqayotgan edim. Kirdi chiqdiga shoshilib tormozlarimni bir ko'rsatdim. shoshib qaqa borasiz. Kirdi chiqdimoqchi edim. Kirdi chiqdini mashinada 3 kunlab borib qiylanib yurasiz. Men qarang mashinani biz musulmon odammiz, tushunamiz. Mashinani bir yeriga tiqdingiz aka. Samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Bunaqa mashinalarga ishonib qanday qilib yo'lga chiqasizlar? 3 kun, 4 kun umringlar o'tadi yo'lda. Undan kamiga yo'lda ichki ishlar xodimlari to'xtatadi. Undan ko'ra bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi-yu. Nima qilamiz endi buni aka? Bu taksilarim 20 ming, 25 ming atrofini aytib yuborishdi. Endi o'sha Samolyotda Alloh xayringizni bergur. Mana qilib qiylanib yurmasdan samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmati 12500 rubldan boshlanadi. Kuniga qarab narxlar o'zgarishi mumkin, lekin 12000 rubldan ham chiqadi. Mashinada boradigan bo'lsangiz, undan qimmat chiqadi. Bir kunda samolyotda maza qilib kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Nomerni yozib oling endi. Yo'ldagi odam ekansiz, nima qiladingiz? Eslab qoling, haqi ochyapsiz. Plus 7 921 762 25 00. Siz ham eslab qoldingizmi? Siz ham murojaat qilsangiz bo'ladi, lekin mashinani bir yeriga tiqdingizda. Yaxshi ish bo'lmadi lekin.